Bugun axborotni yetkazish usullari jadal o'zgarib boryapti. Sun'iy intellekt va yangi raqamli vositalar media sohasiga kirib kelayotgan bir vaqtda mutaxassislardan ham doimiy izlanish va yangilikka intilish talab etiladi. Shu maqsadda Kontent markazi hamda UNESCOning O'zbekistondagi vakolatxonasi hamkorligida Samarqand viloyatida faoliyat olib borayotgan matbuot kotiblari uchun seminar-trening tashkil etildi. Ayni paytda Samarqanddagi barcha tashkilot va boshqarmalarning matbuot kotiblari bir manzilda jam bo'lgan, chunki ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi hamda UNESCOning O'zbekistondagi elchixonasi hamkorligida seminar trening o'tkazilyapti. Strategik hamkorlik va axborotdan to'g'ri foydalanish imkoniyatlari to'g'risidagi treningda barcha matbuot kotiblari faol ishtirok etishyapti hamda qizg'in davom etmoqda. Seminar trening davomida matbuot kotiblarining zamonaviy media muhitida samarali faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, ommaviy axborot vositalari vakillari bilan professional muloqot o'rnatish, jurnalistlar so'rovlariga tezkor va asoslantirilgan javob berish, rasmiy axborotni sodda, aniq va tushunarli shaklda yetkazish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilmoqda. Birinchi navbatda jurnalistlar uchun axborot olish huquqi juda muhim. Bu davlat organlari qanday ishlashi va o'z oldiga qo'ygan maqsadlarini qanday ishlab chiqishi haqida hujjatlar va ma'lumotlardan to'g'ri foydalanishini kafolatlaydi. Ikkinchi maqsad matbuot xizmat xodimlarining raqamli huquqlarini bilishdir. Bugun internet so'z erkinligi darajasini oshirishi bilan mualliflik huquqlarining oson buzilishiga ham sabab bo'lmoqda. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda axborot tarqatish, press-reliz va media materiallar tayyorlash, inqirozli vaziyatlarda to'g'ri kommunikatsiya olib borish hamda noto'g'ri axborotlarning oldini olish masalalari ham o'rgatilyapti. Bu kabi seminarlar o'zimiz bilgan, ish faoliyatimizda qo'llab yurgan amaliy bilimlarimizni ilmiy asosdan yanada ham asoslab, chuqurlashtirib, bizga bilimlarimiz yanada ham kengroq tasavvur paydo bo'lib, ularni amaliyotda qo'llashda bizga yaqindan yordam bermoqda. Bugungi kunda matbuot kotibidan nafaqat axborotni yetkazish, balki tashkilot va jamoatchilik o'rtasida ochiq, ishonchli va samarali muloqotni yo'lga qo'yish ham talab etiladi. Bu kabi seminarlar esa ular uchun ayni muddao bo'ladi.